Qarang, befarosat odamlar eng ko'pi. Kecha ikkita klientimiz kelishdi-da, mana so'rayapti. "Aka, soatga necha pul bo'ladi?" deb. "Mashincha bo'ladi" desam, "Yon devordoqga 1 soatda mashincha pul topasmisiz? O'z fashi bo'lish kerak ekanda, nima qilardik? 4 yillab ketib institut o'qib, shuncha kontrakt pulini to'lab, ishimiz aniq bo'lmagan narsaga deyapti. Bundan ko'ra fashi bo'lsak bo'lmasmidi? Bizga paytda deydi, fashilar alkash bo'lardi. Arzimagan pulga deydi, kelib uyingizda ertalabdan kechgacha ishlab ketardi. Ularni ko'rib biz o'qishimiz kerak ekan deb o'ylovdik deydi. Hunardan bir foyda yo'q ekan deb o'ylovdik deydi. O'z fashi bo'lish kerak ekanda deb kesatyapti. Aytdim, bo'lish kerak fashi. Xohlasangiz keling, shogirdlikka olaman desam, bo'ldi, ertadan kelaman shogirdlikka deyapti. Oyiga dedim, $1000 berasiz dedim. Necha oyda o'rganasiz bilmayman desam, shogirddan ham pul so'raysizmi deyapti. Inskiga bergansizlar dedim, shuncha pulni. Lekin ishi aniq bo'lmagan. Buni ishi aniq. Xohlagan paytingiz, xohlagan joyda ishlab ketaverasiz. Faqat o'zingizda intirish bo'lsa, qiziqish bo'lsa bo'ldi. Bitta joyda qotib qolmasangiz bo'ldi desam, "Yo'q aka, bu ish menga to'g'ri kelmaydi" deyapti. Endi kelasiz, o'chirtib turasiz. Boshqa bor. Kasbingni, diplomingni, mol-mulkingni kimdir olib qo'yishi mumkin, lekin hunaringni hech kim olib qo'ya olmaydi deb. O'shaning uchun hunar o'rganish kerak, zarar qilmaydi.